Qo'qonda do'konchi savdo qilish uchun kelgan xaridorni pichoqlab qo'ydi. Keyin o'zini osmoqchi bo'ldi. 1964-yilda tug'ilgan, nafaqaga chiqqan bo'lsa ham jahlini jilovlay olmagan Baymanov yashash uyi oldida tashkil etgan savdo do'koniga o'simlik yog'i so'rab kelgan mahalladoshi Nazirov bilan gap talashib, janjallashib ketadi. Xaridorning haqoratli so'zlaridan jahli chiqqan do'kondor uni qasddan o'ldirish niyatida savdo do'konida turgan oshxona pichog'ini olib chiqadi va Nazirovning ko'krak, orqa kurak sohalariga bir necha marotaba pichoq bilan urib, og'ir tan jarohatlari yetkazadi. Jabrlanuvchi voqea joyida vafot etadi. Baymanov qilgan ishidan qo'rqib ketib uyiga kiradi. Omborxonasining yerto'lasiga tushib, arqon bilan o'zini osmoqchi bo'lganida yaqinlari vaziyatdan xabar topib uni qutqarib qolishadi. Holat yuzasidan yuritilgan jinoyat ishi Qo'qon shahar sudida ko'rib chiqildi. Sudda ayblanuvchi aybiga to'liq iqror bo'lib, yengillik so'ragan bo'lsa, jabrlanuvchining qonuniy vakili, ya'ni o'g'li, otasining qotiliga eng og'ir jazo tayinlanishini so'ragan. Sud Baymanovga qonunda ko'rsatilgan tartibda jazo tayinladi. Sud hay'ati jinoyatchini mazmunan ko'rib chiqib, ishdagi jazoni yengillashtiruvchi, og'irlashtiruvchi holatlarda hamda shu sohaga doir O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum qarori tushuntirishlariga amal qilgan holda uni shu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-modda 1-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda aybli deb topib, unga 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Islom Mishonov, Iqbol Yusupov, Farg'onadan.